Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana navbatdagi ustanovka qilgan eshiklarimiz Urganch tumani G'aybu mahallasindamiz. Bir yandan görüp kuzatib boraverasizlar. Qo'ldan kelgancha layklarni bosib, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar, hurmatli obunachilarimiz. Mana Ruslan amamizni uyina 4 tane eshik ustanovka qildik. Görüp kuzatib boraverasizlar bir yandan. Eshiklarimiz yine 3 tane kullab, super kullab, alıp qo'yiladigan sıkma kullab, qalınından. Yine. Eshiklerimizde tavarı Mativi 40 milyon, 40 milyon tavarı. Yine. Tamam, rezinkelerini görəsiniz yine. Sıkma rezinke. Her daim kılıyım. Kullablarım korobkaya oyup işlenedi ama alıp qo'yiladigan sıkma kullab. Biz esası eshikni, ağır eshikni ushlaydigan narsa kullab. Yine obunachilarimiz. Zamoklar ham magnitli zamok. Şu постоянный qo'yadigan zamoklarimiz yine. Üç tane eşikimiz bir xil razmerde 225'e, biri 20 razmerde işlendi. Eşiklerimiz şu 08'lik laminatlı işlengen eşiklerimiz emas. Takbolojini figuralarım Farsi, Sisti Farsi'nin üzü oyma figurada baytıladı. Etibar beyinler figuralarına. Koronalarım şu eşikimizin üzerine mas bulup işlendi. 4 etaj bulup. Etibar beyinler. Karandan alışnik bir xili koşadan boldu mesela. Meşkimiz içen açıladan boldu. Evet, hürmetli obunachilarimiz, kimdagi mana shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi telefon raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Yani Zafer Bey uka eshiklar yaktım uka? Yo'q. Sifatini gap yo'q. Yani ukamiz ham o'zlari malyarchik usta ekan, tushunadilar. Muddat vaqtina keldimi o'zini aytilgan vaqtini uka? Eldinam geldi. Klientlarga tavsiya etasanmi? Hop. Şimdi hürmetler gerek olsa murojaat ederiz. Rahmat uka, yaxshi gullarni ochib paklab o'tiringlar. Kelinglar girib, shu bola chaqang dövüb kirib, dövüb chiqib yursin uka. İşlere omad. Hurmatli obunachilarimiz, hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Shunday xizmatlar kerak bo'ladi bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Hammaga katta rahmat.